kelishni va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rsanglar olasizlar. Yo! Varolab ochgan balki. Darknet 4-qism. Ularning boshlig'i kim? Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachani ichiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib, mana shunaqa bir qotil bir klounlarni chaqiramiz. To'g'risi do'stlar, ko'rib turganingizdek, har doim ham bu videoni olish menga kayf bermaydi. Ya'ni hozir o'zim realdan qo'rqaman va realdan cho'chonman. Chunki har safar borgansa qo'rqinchli kloun kelyapti va bu safar qanaqadir kloun keladimi yoki yana o'zimiz kirib hozir zakaz qilamiz bilmayman. Lekin nima bo'lsa ham sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar bo'layotganini tushunib olasizlar. Va albatta men 100% bilaman, mana shu videoni kommentiga ham sizlar, bu videoni keyingi qismi, ya'ni Darknet 5-qism chiqsin deb to'xtamasdan yozasizlar. Даже Instagram, Telegram ham, xullas hamma yoqda sizlar shu gapni yozdinglar. Ya'ni Darknet 4-qism haqida. Ya'ni 5-qismni ham so'raysizlar. To'g'risini desam do'stlar, biz mana shu tipa YouTube serialimizni 20 ga yaqin seriyasi bo'lishi mumkin. Faqatgina sizlar har bitta videoda aytilgan shartni bajarsanglar. Masalan, bu videoda men sizlarga 101 mingta like so'rayman. Va sizlar like juda ham tez yig'ib, omoniki video qanday tez so'ramasligingiz uchun obuna ham bo'linglar. Ya'ni 20 mingta yangi prям obunachilar. Biz tezroq 3 million bo'lib va 5 millionga qarab ketishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling va like bosing. Boya o'tganimdek 101 ming like va 20 ming obunachi Darknetda 5-qism chiqadi. Agarda bu qismda tirik qolsa. Ana endi bo'lmasam do'stlar, Darknet saytiga kiramiz va buni har doimgidek o'sha mani kompyuterni bajaramiz. Bolalar tayyormisizlar? Har doimgi gapimiz, bu oxirgisi. Bu oxirgisi deymiz. Menyuyimizga kir. Nimalar bor, ko'raylik. To'g'risini desam do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqealarni Gambitaga ketdik, ya'ni ko'zlar oqarib qolgani va yana boshqa narsalarni. Lekin Gambitaga hech bola bo'lmadi do'stlar. Tanimayaptilar nima bo'layotganini. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib oldik va tayyormisizlar? Duxbormi? Sal gapiringlar. Men chota qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambitaga bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambitaga mana shu prosta hazillashdi va biz mana shu o'lim daftari yordamida bu jodini yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilasiz? Zo'r, chotki, ideal. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazil. Ha, okey. Xo'p. Hazilda. Qamayli, bo'lmasa mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klonni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Navshinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 odam o'lmagan, просто klonga aylangan. Xo'p, u haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana de qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Pichib. Samon bosaman, shoshin kirmayapti. Kirmayapti. Mana qolganlarni bosib ko'raylik. Kirmayapti, hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir bu narsa. Yo, balki hozir yana bosib ko'ringchi, boshqasiga o'tkazib yuborar. Mana bosaman, maqomman bosaman. Enter ham bosaman. Sayt ishlamayapti. Shu sayt yopilgan. Vallahi video shu joyda tugadi. Yo, xo'p, stop. Sayt yopilgan deyish oson, ya'ni sayt yopilgan bo'lsa, navbat bizga plyus. Sardorchi. Ya, hozir nima qilamiz? O'lgan. Araqa chimodan qani? Olib kel chimodanni. Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje biz mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emasdir. Olib kel chiqani? Xo'sh, do'stlar, yana o'sha chimodan. Oy. Xo'sh, mana qanaqadir bir tinga o'yinchoqcha va Yulduzni eslatadigan narsa. Da, shayton ramziy daftar kitob. Xo'p, bo'ldi. Mana olib tashlab bo'ldi. Bizga o'sha o'yinchoqsiz kerak emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lsa, yana o'sha o'tgan safargi ko'prida qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? Qanaqadir faqat shu biz bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zingizlar ham chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana risk ular chiqishi kerak, mana qarang. O'lim daftari, bilatlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir dot. To'g'rimi? Gamitaga qo'rqitmang. Gamitaga! Hey! Sen qadrsizsanmi? Sen qadrsan? Bilaman, hozir Gamitaga qadrsan. Qarang, nimadirdan cho'chib ketdi, ko'zi yoshlanib ketdi dash. Yig'laverdi. Ol yaqindan yig'laverdi Gamitaga. Brat. Biling, yana shoshma. Gamitaga nima? Nima? Ovozi eshitdi. Voy, bilan nega yig'layapsiz? Men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? Miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa nima eshitdingiz? Qarangdir, xat, bir balo, nimadir, kitob. Xat? Ha.
xat, kitob? Da, xat, kitob, bir bola deyapti. Yo'q, kitob tinch bola yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilay. Parolab ochgan balki. Jindan ber. Gamdiki o'z qilib qolmadimi chiqib? Yo'q. Kitob hech qanaqa podskaska bermadi-ku. O'zingizlar qo'l qilmadinglarmi? Yo'q. Ichmadan bo'ldi bu paytda meni uyimda bo'lgan. Eng qizig'i hozir Gambit aka qayerdan bildi bu narsa borligini? Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir bola deb. Hop. Okey, birinchisiga Goblin deb yozilgan. Ya'ni birinchi kelgan klon, ikkinchisiga Cobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menmi kim? Chikko. Bu nima? Bu Ha? Bile, Cobra, u keladi degan. Keladi? Glavniysimi? Balkim mana shu zirkalangizni qaranglar, Chikko. Ikkita chetida yordamchi kaka o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'qda bunaqasi. Yo'q umuman bunaqasi. Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'rasizlarmi sizlar ham? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun Qorbobo degan. Shoshma, birinchi eshik yop. Do'stlar, xolos, men o'ylashim uchun mana bu chikkosi keldi. Bu daftar yo'qol chiqay birinchi bo'lib. Bekitish kerakmi Nusrat? Abla qo'lim qaltiryapti. Chamadan Olib kel, Maqsud tezlash, ukam. Всё, давай bekitamiz. Chamadan bekitishni qiling. Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz, qilayotgan ishinglarni, kadosh. Shunda siz hazillashmoqsiz shu paytda ham, lekin biz sizdan ham qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, siz ko'rganingiz. Balkim bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizlarning foydamizga. Voy, o'zi eshak tashqaridan. O kimadan yashiraylik? Xaladimniki, davayda xaladimniki. Gamidagi bundan oldingi videoda даже klonni xaladimniki ham ochgan. Bular biladi aka. Liftda nima joyga bekitamiz, tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik. Chunki uydan nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud davayda tez chiqaylik. Ketdik, bo'l, tashqarida yo'q. Yolg'iz usha oladi degani tashqarida. Kim usha oladi? Qanaqa qilib sug'ishib ketmaydi, sotib olaylik. Bu atmosfera qarang. Hamma joyda suv to'shdi. Qaysi tarafda? Ha, mana bu tarafdami? Qatta bassengan. Xuddi shu payt men sizlarga Famstrecha haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni do'stlar, esingizda bo'lsa, biz 3 million obunachiga erishdik va bu 3 million obunachilar men nafaqat bloger tanishlarim va yana boshqalar bilan, balkim men obunachilarim bilan real hayotda ko'rishib, ya'ni Famstrecha qilib nishonlamoqchi edim. Hozircha Famstrecha bo'lish kuni ma'lum emas, lekin joylari va hamma joy aniqda Anhor parkida xullas bo'lib o'tadi va kuni va soati aniq bo'lishi bilan men sizlarga ma'lumot beraman. Reski Instagram va Telegramda do'stlar, shuning uchun hozir kelasigan obuna bo'lib aniq kuzatib boringlar, chunki bu men umrim davomidagi birinchi Famstrecha va bu ham bo'lsa 3 million obunachi bo'lganim uchun bo'ladi. Do'stlar, mana tashqari yana bir o'nlab mashhur blogerlar va shaxslar keladi. Xullas, sizlar uchun birinchi ofitsial Famstrecha va bir konsertcha qo'yamiz va obunachilarim ham tipa shouda qatnashib, million so'm qo'lga kiritishadi va sizlarga o'zim yangi meshlarimni tarqataman. Xullas, juda ham ko'p sovg'alar bo'ladi va obunachilar bilan jonli ko'rishamiz. Xudo xolisa hammalarni kutaman. Bir minglab odamlar kelsin, 108 ta emas, minglab kelsin deb men hayron qoldim. Buncha odam ko'payib ketib qoldi deb. Shuning uchun ham davayki, omonxon aktivini ko'rsamiz. Albatta kuzatib boringlar, chunki tez kunda joyini va soatini e'lon qilaman. O'shda ko'rishamiz. Let's go. Mana chap tarafga kirgan. Voy, bular nima bu qamoqxona? Hop, qarang. Qatiga berkitamiz. Bu bitta etajga qo'yib qo'yinglar. Maqsud, shosh. Men kameramni bering, qorong'ida ko'rib turadi. Yo'q, qorong rejimini yoqish kerak uni. Qorong'i rejimni yoqqanda borsan ko'rib turib, tashqarida olib turgan. Qatiga berkitamiz, gamitaga. Tepaga qo'yinglar. Tepaga hamma qaraydi. Pastga berkitsak. Yaxshi variant. Davay. Ham ko'tarib. Voy, mana. Bo'ldi, yo'q. O'sha qasi. Mana. O! Uncha bilmaydi. Da, ideal. Bab yotmaydi yo'q chiqim. Mana bu gaz tiqib qo'yamiz ana. Bo'ldi, uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kimmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen o'zing tutsan. O'rtoqlar, mana buni qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat. Bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Mana. Ya boshqa narsa-ku. Bu yoqqa kamerani. Bo'l, qayt uyga, qayt-da. Qayt. Tez yuguraylik, klon kim? Oy, bulut. Stop. Yaqin oling. Kim bu? Voy, boshi baland. Qochinglar. Nima bu bilan? Bo'yla buni ko'rtaliga qara. Stop. Man tushunmayman. Mana. Bu bilet. Chiqatdi-ku bu. Do'stlar, saytda bunaqa klon yo'q-ku. Bo'yini ko'rdingmi? Bu boshi normal bu. 2,5 metr, 3 metr bo'yi.
Ay bu qani bu. Sus derin. Oy, ana. O bu o'ziga qara. Kim? Voy. Qo'rqib derasangiz. Это что за аппарат? Sog'odam ishmas, bu sog'odam ishmas. Men qo'rqaman, ey. Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? yo o'tdan san topolmaysan uka, men yomon bekitdim lekin. Men bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umuman umrimda bunaqasiga tushmaganman. Buni oldingi klonlar mayli, qayergadir bola-cha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men mana shu hozir nima qilamiz? Mamitidan kim olamiz? Prikin Mamitidan. Men 4 inson boshida yoniga bormoqchi bo'ldim, kamera olib, tipi kadr olish kerak, baribir. Shunchasi vaqt buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosar ekan odamni. Tomiga mana qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivniy u odam bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dumini qirib, bila bo'yini. No, okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga по-любому shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadonning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, xo'p, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Bilmayman qayergadir yo'q qoldi. Shoshma qani? Voy, stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Chikko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun. Hech kim yo'q, o'chotda. Brat, Derazani yopib brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'g'ri qilib bo'yinsiz. Welcome, secure. Qarang, Gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratdi yurganiga? Ahamiyat qaratdinglarmi yurganiga? Cho'g'onani vaziyga. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Menimcha-da. Oyog'on tagida nimadir bor. Demak, qochib yursak deb uspes qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shunaqa qilib bo'lsa bo'ladi. Lekin tez yursa-chi agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizaga. Bila. Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim cheris kitob olarmiz. Hop, bizani tutsa kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizni tutsa kitob olmaydi, chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki Yo'q. prosta gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Yashim, hayot san uchun multfilm, ha? Prosta gaplashib bo'ladigan. Hozir men, endi shu deb keldim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'rab kel. Chiq, serios chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga buncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgan insonga qilaman hozir prosta. Davay, chiq. Chiq, qani chiq, ancha bor. Bitta aylanki endi. Boy kelgan joyga borchi, qani balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiq qo'l ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Muncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsin-chi, shoshma. Mana. Qo'lim bu tarafga go'ch qani? Mana, menimcha ketdi u. Biza chaqirmadik-ku klonni. Qancha anu kichkina ham emasda, ishda ko'rinmay qoladigan. Ishda ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lmasa qayerda u? Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar boy ko'rdinglarmi? Prosta. Ey, sen qo'lishdi. Oho, bu qayerda? Sus. Momentenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ldi, gege. Borib tekshirish kerak. Kitob. Hop. Qani? Jam, kam muhim qilib baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir bu yerda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob? Mana ko'rmayapsan, men qarab bilinib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarsan, olga mana. Olma. Da. Mana chimada bosh turibdi. Xavfsiz joyda demak. Xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman uni. Lekin hop, klon kelib qolishi mumkin, asosan bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunyapsizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilmay qo'rqaman, qaranglar. Kimsan? Voy, bilmay qaranglar. Chimadan qara! Chimadan nima qilasan?